Sahabiler izledin, çaknıgan izzet nuri, Ütkeni sıkkın idin, hak İslam'ın tübuli. Başakmaz kafirga, şiddet bilen atseli, Hemze Halid Musab'tek, şir yürek oğlanları. Emir İbn Camuh Aqsaq puti bilan jannatga dastlashni maqsad qilgan shayx. Emir İbn Camuh islom kelishdan burun Madina katavashlarining Bani Salama qabilasidan tanlagan rahbarlardan va Madinadagi sehi hurmatli kishilardan biri edi. Islom kelishdan burunqi mo'tavar kishilar har kuni atiganda va kechda cho'qinish, fasllarda mol o'ldirish, qiyinchilik yetganda yerinish uchun uylarda birdan butni tiklab qo'yishni odat qilib olgan edi. Amir ibn Jamuhning buti Manat deb chaqirilgan but bo'lib, u nafis yog'ochlardan yasalgan edi. Amir bo'lsa, butga ahamiyat berish, ko'ngil bo'lish va yaxshi maylar bilan maylashda haddidan oshirib o'tganlardan edi. Amir Madinadagi birinchi bishoratchi Mus'ab ibn Umayrning vasitasi bilan Madina uylarining har biriga iymon nuri bosib kirgan vaqtda yeshi 60 dan oshgan kishi edi. Mus'ab ibn Umayrning vasitasi bilan uning Muavvaz, Muaz va Xallot deb atiladigan 3 o'g'li iymon etgan edi. Ularning bir do'sti bor bo'lib, u Muaz ibn Jabal deb chaqiriladi. Amirning 3 o'g'li bilan o'g'illarning onasi Hindimu iymon etgan edi. Amir bo'lsa, ularning iymon etganligidan bexabar edi. Amirning ayoli Hindi Madina ahliga islomiyatning g'alaba qilib kelganligini, mo'tavar kishilardan o'zining eri va ozli bir qism kishilardan boshqalarning sherik ustida qolmaganligini ko'rdi. Hindi erini yaxshi ko'ratdi va hurmatlaydi. Shunga uning kufrlik bilan o'lib ketib, do'zaxga kirib qolishidan ansiraydi. Amir ozg'in vaqtda nurg'un kishilarni ota-bobolarning dinidan yondirib, Muhammadning diniga kirgizishga kuchi yetgan Mus'ab ibn Umayrdan iborat bu tashviqotchiga bolalarning agishib ketishidan ansirab, ayoliga: "Ey Hindi, siz bolalaringizning Mus'ab ibn Umayrga uchrashib qilib, Mus'abni ko'rgan ishni bizningmi ko'rib qilishimizdan ehtiyot qiling", dedi. Ayoli: "Ma'qul, lekin siz o'g'lingizdan ashu odam o'tirib qo'ygan narsani ozroq bo'lsa-mu anglab baqsangiz bo'lmamdi?" dedi. Amir: "Voy Isit, Muaz men bilmay turib o'zining dindan yinibdimi?" dedi. Oq ko'ngil ayol eriga ichi og'rib: "Undaq emas, lekin u bu tashviqotchining ba'zi bir so'rinlarda o'ltirib, uning degan so'zlarini yodlab ekan", dedi. Amir: "Uni qishimga chaqiringlar", dedi. Muaz oldiga kelganda Amir uningdan: "Menga bu odamning deganlaridan ozroq deb bergin", dedi. Muaz: "Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Barliq madiha olamlarning parvardigori Alloh taolo xosdir. U nihoyatda shafqatlik va mehribondir. Qiyomat kunining egisidir. Ey Alloh, Sana ibodat qilamiz. Sendilla yordam tilaymiz. Bizni to'g'ri yo'lga boshlagan. G'azabingga yo'liqqanlarning va ozg'anlarning yo'liga emas, sen in'om qilganlarning yo'liga boshlagan", dedi. Amir bu so'zlarni anglab, "Bu so'z nima degan chiroyliq, nima degan go'zal. Uning hamma so'zi shundoqmikan?" deb so'radi. "Ha, balki buningdan chiroyliq. Uningga bayat qilamsiz ya? Qavmingizning hammasi uningga bayat qilib bo'ldi", dedi. Amir bir oz jim turib dediki: "Men Manatqa maslahat solmay turib bir ish qilmayman. Uning bir nim deydiganligiga qarab boqay", dedi. Muaz otasiga: "Ota, u tushunmaydigan, so'zlamaydigan, gaz yog'och tursa, uning nima deyishini kutamsiz?"
dedi. Atası talaffuzini qattiqlashtirib, "Men sang dedim-g'o, uning maslahatsiz bir ishni qilolmayman", dedi-da Manatning qishig'i bordi. Ular odatda butni so'zlatmoqchi bo'lsa, o'zlarining gumonicha but in'om qilgan narsani so'zlaydi deb qeri mo'maydan birini butning keyinda turg'izib, o'zlari butning oldida turib, sog' putiga tayinib turib so'zlaydi. Mana Amirmo to'kur puti bilan but oldida turib, butiga madiya o'qigandan keyin, "Ey Manat, sening Makkadan bizga elchi bo'lib kelgan bu tashviqotchini bilishingda shak yo'q. U sendan boshqaga yomonlik qilmaydi. U faqat bizni sana ibodat qilishimizdan to'sqili kepti. Men uningdan shundoq chiroyli so'z anglagan bo'lsam-mu, sana maslahat solmay uningga ergishib ketishni yomon ko'rdim. Menga maslahat bergan", dedi. Bu Amirga hech qanday gap qaytarmagandan keyin, "Sen ochiqlab qolgan o'xshaysan. Men sana bundan keyin aziyat yetkazadigan ishni qilmayman. Lekin chatoq yo'q. Men ochiqni yetib bo'lguncha bir necha kun tirik etib turay", dedi. Amirning bolalari vaqtning o'tishi bilan otasining Manat butdan ayrilmas bo'lib qolganligini biladi. Lekin ular butning otasining dilida burunqidekli yuqori o'rinda emasligini va o'zlarining otasining ko'nglidan butni chiqarib o'tish kerakligini, mana buning otasining iymon etish yo'li bilan ekanligini bilib ketdi. Amirning bolalari kechida do'sti Muaz ibn Jabal bilan butning qishig'iga kirib, uni ko'tarib Bani Salama qabilasining Axlat katikiga tashlavatida hech kimga to'ydirmay uylariga qaytib ketishdi. Tong otganda Amir butga salom berish uchun ostog'ini kirib, uni topolmay varqirab turib, "Voy Isat, bu kechada bizning ilohimizga kim hujum qildi?" dedi. Lekin uningga hech kim javob bermadi. U ochiqlab, varqirab-chaqirab tahdid silib, koyib uyining ichi-sirtini oqtirdi. Oxiri u butning katakka beshchi ta'tir qilib tashlanganligini ko'rdi. U butni ilib yuyib, xushpuroqlik narsalarni surib, o'rniga akilib qo'ydi va butqa, "Alloh bilan qasamki, agar men sana mushunda qilgan odamning kimligini bilsam edim, uni jazolaydim", dedi. Ikkinchi kechasi yoshlar Manatning qishig'iga yana berib, tunugungidek ishlarni qildi. Tong otganda Amir butni izlab, katakdagi axlatlar ichidan topdi va atir surib, yana burun o'ringa qo'yib qo'ydi. Yoshlar butqa har kuni degidek mushunda qilaverdi. Shayx Amir bu yoshlarga teng kelolmay, oxir bir kun uxlashdan burun butning qishig'i berib, qilichini butning beshiga esib qo'yib, butiga, "Ey Manat, Alloh bilan qasamki, haqiqatan sen ko'rib turayotgan bu ishlarni kimning qilganligini bilmayman. Agar senda yaxshilik bo'lsa, o'zingni yomonlikdan qo'g'da. Mana bu qilish sen bilan billa", deginicha uyiga uxlashga mangdi. Yoshlar uning uxlaganligiga ishonch qilganda, butning qishig'i berib, qilichini butning bo'ynidan ilib olib, butni sirtqa ilib chiqdi va arg'amchi bilan bir o'lik itni birga bog'lab, u ikkisini Bani Salama qabilasining najosatlar eqib keldigan quduqqa tashlavatdi. Atigini Shayx Amir uyg'onib, butni topolmadi. Uni izlab chiqib, uning qilichi ilinib, it bilan bog'lanib, quduqqa tashlanganligini ko'rdi. Bu qitim u ochiqida uni tartib chiqarmay, shu joyda tashlab qo'yib, uningga, "Ojiz bir maxluqsan, sezgusiz billah. It bilan turamting bo'lsang gar iloh", dedi-da qaytib kelibla Allohning haqdiniga kirib iymon etdi. Amir ibn Jamu sheriklikda o'tib ketgan har bir sekundiga pushaymon qilib, barmog'ini tishlagudek bo'lish bilan billa yuksak darajada iymonning halovatini tetib, butkul vujudi bilan dinga yuzlandi va o'zini, milini, bolalarni Alloh va uning rasulining itoatiga topshirdi. Uzun o'tmay Uhud urushi bo'ldi. Amir 3 o'g'ilning Allohning dushmanlariga qarshi tayyorlik qilayotganligini ko'rib, ularni ata oqshomlari o'rmon yo'lisidek qarab kuzatib turdi.
Balalar Allah'ның rızalығы bilan g'alba, shehidlikka yetishga ishtiyoq bo'lashqa edi. Balalarning bu harakati Amirningmi qizg'iliqni oshirdi. U balalari bilan Rasulullohning bayroqi ostida jihodga berishga bel bog'ildi. Lekin balalar otasini bel bog'lagan ishdan to'sish uchun birlikka keldi. Amir bo'lsa yeshcho'ng kishi edi. Uning ustiga oqsab mang'atdi. Allah jihodga chiqmaslikqa o'zrisi bor degan kishilardan edi. Yigitlar otasiga Allah o'zrisi borlarni kechirgan tursa, Allah kechirgan ishqimi o'zingni majburlamsan dedi. Shayx ularning so'ziga ochiqlanib, payg'ambar alayhisalomga ular ustidan shikoyat qilib, "Ey Allohning payg'ambari, mening balalarim meni bu yoshlikdan to'sib turyotdi. Ular mening to'kurligimni dalil qilyotdi. Alloh bilan qasamki, men mushi aqsoq putim bilan jannatga dastlashni orzu qilaman," dedi. Payg'ambar alayhisalom uning bolalariga, "Uni mayliga qo'yib etinglar. Allah uningga shahidlikni rizq qilib bersa ajab emas," dedi. Bolalar payg'ambar alayhisalomning buyrug'i bilan otasini to'smay ixtiyori qo'yib berdi. Urushga chiqish vaqtida Amir ayoli bilan mangulikka vidolashayotgandek xo'shlashdi. Ondan qiblaga yuzlanib, qo'lni ko'tarib, "Ey Alloh, menga shahidlikni rizq qilib bersang, meni uyimga ziyon tarqishlardan qilib qaytarmasang," dedi. Ondan u 3 o'g'li va qabilasidagi nurg'un kishilarning himoyasida yurib ketdi. Urush toza qizig'anda kishilar payg'ambar alayhisalomning qishidan ayrildi. Amir birinchi safga tayyorlandi va "Men jannatga ishtiyoq bog'lagan" degunicha maydonga tushdi. Uning orqasida o'g'li Xallot bor edi. Shayx va uning o'g'li payg'ambar alayhisalomni deb qattiq urushdi va urush maydoniga shahid bo'lib yiqildi. Ota bilan bola o'ttirsidagi shahid bo'lish vaqti faqat bir necha minutli edi. Urush tugagan vaqtda payg'ambar alayhisalom Uhud shahidlarini ko'mish uchun o'rnidan turib sahobalarga "Ularni qon va jarohatlari bilan qo'yinglar. Men ularga guvohchi," dedi. Va Alloh yo'lida jarohatlangan har qanday musulmon qiyomat kuni qini oqqan holda qonning rangi zafarangda, puruqi iporning puruqidek keldi, dedi. Ondan yana Amir ibn Jumahni Abdullah ibn Amir bilan dafn qilinglar. U ikkaylan dunyoda yaqin do'stlardan edi, dedi. Mehribon Allah İbn Jamu va uning Uhud shahidlaridan bo'lgan yoranlardan rozi bo'lsin va ularning qabrisini nurlantirib etsin. Amin. Faqat Rabbning rizasi dildagi armonlari Ketdi Umar Usmon nahdi qo'g'dab tek turib Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari